Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Navbatdagi video rolikimizni 2 qavatli 210 metr kvadrat hovli joyimizga bag'ishlaymiz. Biz hozir yana ko'rib turgan bo'lsangizlar, Boran zapravkani yanında turibmiz. Bu yan tarafimiz Rayt Center Bazar. Yana gitsak Sputnik aka-ukalar çayxonasi. Şu Boran zapravkani arka tomonida cho'tkisidan bir joy sotib qo'yiladi. Shuni bu sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Boran zapravkani yonidan ichana ko'chadan kirib 2 qavatli joyimiz yana borib, shu yerdan video rolikimizni davom qildiramiz. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, yana 28-avtobus ham bu yerda yurib turibdi. Xullas, joyimiz yonidan 13-28-avtobuslar o'tadi. Juda ham zo'r расположение. Esasdakkina joy tomoniga qarab yo'l olamiz. Aziz yurtdoshlar, mana joyimizning oldiga yetib keldik. Местоположениeni tushuntirib o'tdim. Shunday ajoyib qurilgan uy. Aldilaringni ko'rib turganlaringiz deyin, ziloniy zonasi bor. Bu yerda Siyashkalar aytirgan bir mashin bemalol eldan asadi. Undan tashqari ichana ham girib qo'ysanizlar bo'ladi. Hovlidan ichkariga giriladi. Bu yerni ko'rib turganlaringizni shunday doğrudan aryana chiqsanizlar bo'ladi. Прямой пожарный ход qoldirilgan. Пожарный ходdan bu tomondan ham girib chiqsanizlar bo'ladi. Местоположениesi juda ham zo'r joy do'stlar. Hozirgi vaqtda shpaklovka holatida turgan joy. Shu darvozalardan ichkariga giramiz. Şuradan giremiz. Evet. Girganimizdan bir yerde görüp turgan bo'lsangizlar, chiroyli qo'yish uchun bir de yine bog'chasi bor. Gullarni ekib, chiroyli rozalarni ekib, mozaliklar kelib turadigan gullarni ekib qo'ysanizlar, yoz gullari azizda dam olib o'tirasizlar. Xalasanizdan bir yere bir tapchan qo'yib bersangizlar ham bo'ladi. Yana shuningdek hovli joyi bor do'stlar. Hovlidan ichan qismini o'tiladi. Bundan tashqari yana ikkinchi etajda balkoni ham bor. Ajoyib shamollar kelib turadi. 210 metr kvadrat общий maydoni joyimizni 210 metr kvadrat. Shunda hovli qismini görüp aldık. Endi aziz do'stlar, ichan qismini o'tib joyimizni ichki qismini ham ko'rib chiqamiz. Şimdi demir eshiklar o'rnatilgan. Aytib o'tganimizdek, bu hovli joyimiz hozirgi vaqtda shpaklovka holatida oboya qarab turibdi, pol etilgan, faqat otopleniyasi o'tilmagan. Otopleniya bilan oboyatib do'l yashab ketsa bo'ladi. Bu yerina prixожий qismi, bu yerda spesialniy kanalizatsiya, sovuq suv trubalarimiz spesialniy tashab o'tganlar, bu yerni chiroyli qilib rakvinalarni o'rnatsanizlar, qo'yush mestasi zo'r. Yerdan kirib keldik. Bu yerda qo'yush uskunalar. Oyna girish qismini qarab tushgan. Shundan chiroyli zinalardan ikkinchi qavatga chiqiladi. Yon tomonida yana doloni 6 metrlik dalon bir zinani hisoblamaganda, zinani hisoblaydigan bo'lsak 7 dan ziyod bo'ladi. Menimcha katta dalonga ega. Shunday pol qilingan. Taxta pollar ajoyib etib betilgan. Birinchi qavatida o'sha zinamizni teyib masalan bo'lsa yana kladovka vazifasini bajaradi. Shuncha narsalaringiz sig'adi bu yerda. Yana bundan foydalansanizlar bo'ladi. Endi keyingi xonalarga o'tamiz. Dalondan tashqari bir shunday katta xona tushgan. 4-6 metrlik xona bu. 4-6 metrlik xona tushgan. Oynasi bog' tomoniga qaragan. Bog'dan hozir ko'rib o'tamiz. To'la etilgan tayyor holatda
Aboyni basib berasizlar. Chiroylisidan. Отопление. Biri санузел. Yan taraf oshxonasi. Elektromontajlarga o'tib turibdi. Kanalizatsiya so'k turbalar keltirilgan, tashab o'tilgan. Bundan tashqari yana berilgan. Ko'rib turasizlar. Podval qismi ham bor. Kompot, soleные огурцы, помидоры. Tuzlab cho'rak qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Shunday kompaktli oshxonasini ega joy. Yana bu yeridan bog' tomonga chiqiladi. Hozir bog'ini ko'rib o'tamiz. Shunday bog'ini ega. Yana bu eshikka pожарный xoddan kirib chiqish uchun mo'ljallangan. Bog'ning kattaligi yomon emas. Shunday bog'. Joyni olgan odam izzatib yashaydi. Tuzib berib. Lekin tualetlar ham bor ekan. Hojatxonalar ham tayyor. Shuning bog'ini ega. Olib turib mayda judalarni ekib bersangizlar bog'ina gap yo'q. Oldi qismidan, orqa qismidan bog'ini ega. Shunda eshik kuxnyasi, bog'i, dalani, bir xonasini birinchi qavatga to'g'irlaganlar. Endi ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. İkinci qavatına iş aytganimizdan chiroyli zinalardan chiqib boramiz. Yana bir narsa aytib o'tamiz. Birinchi etaji bu yeri beton plitalar bilan bostirilgan. Beton plitalar bilan bostirilgan. İkinci qavati og'och bilan bostirilgan. Pishgan karuj, xom karuj aralash qurilgan joy. Ne bir foyer kısmı. Dalanın üstü. Birini xalasanız da yapıp birinden bir xana etib qo'ysanız da bo'ladi. Neçədən bir yapılsa katta bir xana bo'ladi. Bundan tashqari bir de balkonu ham bor. Balkondan ko'rib o'tadigan bo'lsak. Balkona meni ustlari naves etilgan ajoyib. Balkonunu ham ko'rib oldik. Aytib o'tganimizdek, shu o'rnina beklab beradigan bo'lsangiz, bu yer ham kattasidan bir xona tushadi. İkinci qavatında shu dalondan tashqari ikkita xona tushgan. Birining bir xonasi. Beram shpaklovkadan chiqib tayyor holatda turibdi. Bu aboya qarab turibdi. Aboyni urib beraverasizlar. Pollar ham tayyor. Bu yerda ikkinchi qavat uchun отдельный o'zini sanuzeli bor. Sanuzel. Eshik og'ochlar bilan bostirilgan ekan. Kelgan vaqtlaringizni o'zingiz ham ko'rib olaverasizlar. Bu yerda yana bir детский komnatasi bor. Yana shuningdek joyingiz do'stlar, aytib o'tganimizdek, joyimiz xom karuj va pishgan karuj aralash qurilgan. İkinci qavatında 1, 2 birden xonada bo'lsanizlar 3 xonasini ega. Xolasangiz uchun dalan etib qoldirsanizlar ham bo'laveradi. Xullas bir oila haz etib yashaydigan joy. Muammo yo'q. Aziz yurtdoshlar, sizlarga bir narsani aytib o'tamiz. Kimda kim joy olacak bo'lsa yoki joyini sotacak bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelmasa sizlarga yordam beramiz. Videomuza shunday zo'r like'larni bosishni unutmaymiz. Chiroyli like'larni bosib, bizlarni qo'llab-quvvatlab tursangizlar, yanada chiroyli, yanada mustahkam, yanada местоположениesi zo'r joylarni sizlarga ko'rsatib taqdim etib boraveramiz. Video roliklarimizni like'larni bosib,
Kanalımıza podpiskalarni etib, chiroyli zo'r kommentariyalarni yozib qoldiradigan bo'lsangiz, biza xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.